7 ot kuchli motobloklarni narxi tushsa olaman yoki skidka bo'lsa olaman deb o'ylanib o'tirgan klientlarimiz uchun mana narxlarni ancha arzon qilib tushirib qo'ydik. Hop, bo'lmasam bitta narxlarni aytib o'tib ketamiz akalar. Mana shu Kentavrdan boshlaymiz. Bu Kentavr motoblogimiz balon razmerlari 400 ga 10 bo'ladi akalar. Hop, kompleksda o'zining 4 qatordan 8 qator frezer pichoqlari bo'ladi. Filtrlari kichkina, baklari 3 litr bo'ladi. 3 ta skoroskda ishlaydi akalar. Soatiga 1 litrgacha rasxod qiladi akalar. Hamma benzinliklar soatiga 1 litrgacha rasxod qiladi. Shunisini aytib o'tdik. Hammasi mana shu ko'rib turgan to'rov motobloklarni ham kompleksda mana shu 4 qatordan 8 qator frezer pichog'ini o'zi bo'ladi faqat. Narxlariga keladigan bo'lsa 4 million 800 ming so'm. Kichkina bakligi, katta bakligi, katta filtrligi, ya'ni gabaritini o'zidan ko'rishlar mumkin, kattaroq bo'ladi akalar, lekin motori 170 hammasi, 5 stator. Narxi 3 million 100 ming so'm bo'ladi bunisi. Hop, endi Kentavrda bu statorligi akalar, balon razmerlari kattaroq bo'ladi, 400 ga 10 bo'ladi. Bu ham 3 ta skoroskli, buni ham komplektida 4 tadan 8 ta frezer pichog'i bor. Faralari, akkumulyatorlari, kalit statorlari hamma yog'i bor akalar. 4 million 200 ming so'm buni narxi. Akula akalar, hop bu 5 stator salarkali 173F bo'ladi. 5 ot kuchiga ega, 7 ot kuchi deb sotiladi akalar. Buni narxi 4 million 600 ming so'm. Buni ham baloni 400 ga 10 bo'ladi. Hammasini ko'rib turganlarning komplektida mana shunaqa 4 qatordan 8 qator frezer pichog'ini o'zi bo'ladi akalar. Bularni terib qo'yganim sababi, bulardan ham sotuvda bor degan maqsadda terib qo'yganman. Bular narxini ham bitta aytib o'tib ketaman akalar. Bu temir balon bo'ladi, 7 ot kuchiga tushadigan. Buni narxini jupini $50 qilib beramiz akalar. So'mga 600 ming so'm bo'ladi. Hop. Bunisi plugimiz $20 bo'ladi akalar. So'mga 250 ming so'm bo'ladi. Bunisi 200 ming so'm akalar, chizili $15 bo'ladi. Kimga qanaqa qaysi biridan qaysi agregatlari bilan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Narxlarni yana bitta aytib o'tib ketaman. Hammasini komplektida 4 qatordan 8 qator frezer pichog'i bo'ladi. Kentavrda qizil kichkina bakligi 2 million 800 ming so'm, Skyline 3 million 100 ming so'm. Hop, kalit statorli Kentavr. Hop, 4 million 200 ming so'm. Salarkali 7 tali 4 million 600 ming so'm akalar. Hammasiga shu agregatlar tushaveradi. Agregatlarimiz narxi 600 ming so'm, 250 ming so'm, 200 ming so'm akalar. Alohida nobodda sotuvda pichoqlar ham bor, kerak bo'lsa alohida ham sotiladi. Pichoqlarimiz, turbalarimiz alohida sotiladi. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar. Hop, dastavkaga keladigan bo'lsa, Toshkent shahri bo'ylab bepul, 12 ta viloyatlarga dastavkamiz pulli bo'ladi akalar. Gideta 100 ming, 150 ming atrofida pul qo'shiladi akalar viloyatlarga. Qashqadaryo, Surxondaryo, Vodiy hamma joyga bor dastavkamiz akalar. Bularda rasxodga keladigan bo'lsa, men aytib o'tganimda hammasi 1 litrgacha rasxod qiladi akalar nagruzkada. Mana shu uchovi benzinlik ham, salarkaligi akalar ekonomroq bo'ladi, 500 gram rasxod qiladi. Hop, bu 1 soatda net suti yerda maydalaydi deganlarga akalar 5 sutida 10 sutigacha yerda maydalaydi. Yeringiz yumshoq qattiqligiga qarab o'zgaraveradi akalar, holatiga qarab. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar. Manzilimiz Toshkent shahar Izza bozorining oldida bo'ladi akalar. Kelmoqchi bo'lganlarga hop Telegramimizda lokatsiyamiz ham bor. Telegram kanalimiz, profilimiz shapkasida akalar silkasi bor. Bemalol o'tib qolgan texnikalarni ham ko'rsalar bo'ladi. Katta traktorlarimiz ham bor. Bularning ham videosini joylab qo'yganmiz. Bemalol ko'raverasizlar akalar. Mana bu tarafda o'zimiz do'konimiz ichi akalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.